chiqinglar. Mana Xudo o'zi barakat bersin. Tashlaring daryoga. Yo'q. Mana bunday. Ulug' Tangri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz qadrli do'stlar. Barchangizga xayrli va barakali tong bo'lsin. Umidki hammangiz sog' salomat bo'lsangizlar. Aziz qadrli do'stlar, biz hali Sho'rtepa tumani Qizilayoq mahallasidamiz. Biz hali ertang paytidamiz. Ob-havo ham juda kayfiyatli. Mana oftob ham yangi chiqib kelmoqda. Ob-havo ham zo'r, juda mazzali havo bo'libdi bu ertang. Men juda kayfiyatlanib turibman. Qishloqni ertangi havosi boshqacha bo'lar ekanda. Mana bugungi yordamchimiz Raymulla janoblari, aziz do'stim, bizga bugun yordamchilik qiladilar. Arqa kamirada albatta. Bulardan ham rahmat. Biz hali ertang paytidamiz. Aytdilarki, ertang payti baliq tutsangiz bo'ladi. Ertang payti baliq tutish uchun imkoniyat ancha yaxshi dedilar. Biz ham buni uchun ertang payti hali Omudaryo yaqiniga boramiz. O'sha lavozimlariki baliq tutish uchun bor, ularni olamiz u baliq tutishga ulguramiz. Az do'stlar, mana biz baliq tutmoqqa chiqdik. Mana bo'lsa o'sha baliq tutayotgan changaki bo'lar ekan. Mana bunda changakni uchiga bo'lsa, mana bunda qurtdigina qurtni tashlayotganlar, o'tkazayotganlar-da. Sonra daryoga tashlab qo'yayotganlar. Baliqlar bo'lsa, bu qurtni ko'p yaxshi ko'rar ekan. Sonra shu qurtni yeman deb kelgan vaqtda suvga tushib, ilinib qolar ekan. Mana biz ham bo'lsa Omudaryoga tashlab qo'yamiz. Qolay baxtimizni sinab ilsa bo'lsa ilaykan, ilmasa bo'lsa sonra bundan kattasi yo o'sha joli tutundog'ini aytamiz. Joli olib kelamiz, o'ldiramiz. Mana Xudo o'zi barakat bersin. Tashladik daryoga. Mana shunday qilib o'ltiravermali ekan. Ko'p avsala kerak deydilar buni tutish uchun. Avsalamanlik qilib, sabr qilib o'ltirsangiz bo'lsa, ilaveradi deb aytdilar Xongeli do'stimiz. Kelaveradi baliq o'zi. Agar kam sabrli qilib, avliq qilsangiz bo'lsa, kelaykan ham kelmay to'xtaydi dedilar. Biz ham endi sabr qilamiz u chitta davom beramiz shunday. Ishlang. Mana aziz do'stlar, birinchi balig'imiz. Masa unchalik betola ham qilmas ekanmiz. Ol davom etamiz maqsad. Omudaryo balig'i. Buni kelin o'zdan beri baliq deb ulgurdi emas, bir donasini olib tutib bildik. Ol davom etamiz maqsad. Mana qarang.
Maşallah, maşallah. Kichkinachasi ekan ha bu. Mana Ro'monxon tutdilar. Oxir tutdim, lekin kattasini qo'yildan beri kichik. Aziz do'stlar, mana do'stimiz Raymullajon bilan biz bor. Qishloqni boshqa bir hissasiga ketyapmiz. Do'stlarimiz ham borlar, hammalari. Qaysi boryapmiz? Bu motor ham soxta Afg'oniston. Zo'r ekan ha bu. Hadi hadi simdoshlar, hadi hadi. Chiqinglar, chiqinglar. Aslında qayerga ketyapsizlar? Aziz do'stlar, mana motor bilan keldik Amudaryon bir qismiga. Bu yerda mana endi baxayr nasib bo'lsa bir kishtiga minamiz do'stlar bilan. Ko'ra baliq bormi? Taylang shartdan dog'ingizni changa kezdi. Voy, katta baliq tutasiz. Siznikicha bor, Aynan manikicha bor. Shu laqa baliq deydilar, shundan bu ham. Rahmating keling, mana shu yerga tashlang. Mana baliq tutsa bo'lar ekan ha, bunda changak bilan ham ha. Hay, shuni olib bering, dog'an. Ram plastik bo'lsa shu yerga. Mana qon keldi, nimalar keladi qutini.